Yirik sanoat korxonalarida zamonaviy uskunalar, ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati, xaridorgirligi, eksport imkoniyatlari qay darajada muhim bo'lsa, mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilish ham dolzarb ahamiyatga ega. Inson qadri, uning salomatligi va hayotini asrash birinchi galdagi muhim vazifa. Ishlab chiqarish jarayonining barqarorligi va samarasi eng avvalo inson omili, xodimlarning sog'ligi hamda xavfsizligi bilan bevosita bog'liq. Agar bunday obyektlarda xavfsiz mehnat sharoitlari yaratilmas ekan, eng ilg'or texnologiyalar ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Bu holat korxonaning nufuziga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, uning raqobatbardoshligini pasaytiradi. O'zbekiston kimyo va farmatsevtika sanoati xodimlari kasb uyushmasi tashabbusi bilan tashkil etilgan 2 kunlik "Keling sog'lom psixologik ijtimoiy ish muhitini ta'minlaylik" shiori ostidagi tadbir mamlakatimiz kimyo sanoatidagi yirik korxonalar xodimlarini bir maqsad atrofida birlashtirdi. Dastlab 7 ta jamoa ishtirokida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Tarmoq tizimidagi quvvatlarda faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning salohiyatini oshirish, jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirish, do'stona aloqalar va sog'lom raqobat muhitini yaratish hamda ularni rag'batlantirishga qaratilgan qizg'in bellashuv, bilim, mantiqiy fikrlash, hozir javoblik, zukkolik sinoviga aylandi. Xodimlarning fikrlash doirasini yanada kengaytirish, mantiqiy fikrlash, bilimlarini kengaytirish, ishlab chiqarishdagi faoliyatlariga yaqin yordam berish, ularning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish maqsadida o'tkazilmoqda. Jamoaviy mehnat qilishga, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga, qolaversa ish jarayonida yangi loyihalarga qo'l urishlariga turtki bo'ladi. Kelgusida zakovat intellektual o'yiniga qiziqishlarini yanada oshiradi. Ularni qo'llab-quvvatlash, ruhiy va ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qiladi. Mehnat muhofazasi qoidalariga rioya qilish nafaqat talab, balki ijtimoiy mas'uliyat hamdir. Savollar mutaxassislarning sohaga oid bilimlarini sinovdan o'tkazdi. Jamoalarning kuchli tayyorgarligi g'olib va sovrindorlarni aniqlashda ko'plab bahsli holatlarga sabab bo'ldi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-o'rin Qizilqum fosforit kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyati jamoasiga nasib etdi va ularga 6 million so'mlik vaucher topshirildi. 2-o'ringa Birinchi rezina texnika zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimlari sazovor bo'lishdi hamda 8 million so'm pul mukofotini qo'lga kiritishdi. Birinchi o'rinni Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyati bilimdonlari egallashdi va 10 million so'm sovrindoriga aylandilar. G'oliblarga O'zbekiston kimyo va farmatsevtika sanoati xodimlari kasb uyushmasi Respublika kengashining kubogi ham topshirildi. Mantiqiy, sanoat xavfsizligi va mehnat muhofazasiga oid savollar bo'ldi. Raqib jamoalarimiz juda kuchli ekan va shunga qaramasdan o'z kuchimiz bilan faxrli birinchi o'rinni egallashga muyassar bo'ldik. Bu yo'sindagi zakovat intellektual o'yinlari zavodimiz miqyosida ham tez o'tkazib turiladi. Bu bizni intellektual salohiyatimizni yana oshirishga, yanada bizni ilm fanga bo'lgan izlanishlarimizga undashga olib keladi. Juda xursand bo'ldik. Korxonamiz sharafini himoya qildik. Bugungi globallashuv va tezkor rivojlanish davrida har qanday korxona yoki tashkilotning muvaffaqiyati nafaqat texnik imkoniyat, moliyaviy resurslar, balki inson omiliga ham bevosita bog'liq. Ayniqsa xodimlarning ruhiy hamda ijtimoiy holati, ishga bo'lgan munosabati, jamoadagi muhit samaradorlikning muhim jihatlaridan biridir. Tadbir doirasida tashkil etilgan seminarda O'zbekiston kimyo va farmatsevtika sanoati xodimlari kasb uyushmasi Respublika kengashi mutasaddilari, Uzkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tizimidagi tarmoq korxonalarning mehnat muhofazasi bo'yicha mas'ul xodimlari, kasb uyushma qo'mitalari vakillari ishtirok etishdi. Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyati kasb uyushma qo'mitasini qo'shida mehnat muhofazasi bo'yicha komissiya, ishlab chiqarish sexlarida 200 dan ortiq mehnatni muhofaza qilish bo'yicha vakillar saylangan. Ishlab chiqarish korxonasida mehnat muhofazasi, xodimlarning xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Bugungi tadbirda bir-birimiz bilan fikr almashib, tajriba almashib, ilg'or tajribalarni ommalashtirishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bizda bor tajribalarni bizga bugun mehmon bo'lib kelgan korxonalarga ko'rsatib berish tarzida ulardan yangiliklarni o'rganyapmiz. Asosiy maqsad xodimlarni mehnatini muhofaza qilish, xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Barcha ishchi xodimlar uchun munosib mehnat sharoitini ta'minlash.
Muloqotda sanoat korxonalarida mehnatni muhofaza qilishga qaratilgan e'tibor, baxtsiz hodisalarning oldini olish samaradorligi, xodimlar salomatligini asrash borasida amalga oshirilayotgan tizimli ishlar muhokama qilindi. Seminar davomida mutaxassislar tomonidan ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlik qoidalariga rioya etish, zamonaviy himoya vositalaridan foydalanish hamda psixologik ijtimoiy muhitni yaxshilashga qaratilgan tavsiyalar berildi. Zavodimizda mehnat muhofazasi bo'yicha ishlar keng ko'lamda amalga oshirilgan, bir qator amaliy ishlar olib borilgan va ishlar olib borilmoqda. Navoiy ozod aksiyador jamiyatdan buni ko'rib o'tiribmiz. Mehnat muhofazasi bo'yicha ishlar, kasb uyushmalari bo'yicha qilingan ishlar hammasi yaxshi taassurot qoldirdi bizga. Mehnat muhofaza qilish qoidalariga amal qiladigan bo'lsa, ularning ish unumdorligi, o'zining sog'ligi, xavfsiz ishlashi kafolatlanadi. Bugungi tadbir davomida qiladigan ishlarimizni, rejalarni belgilab oldik. Zavodimizda borib ishchi xodimlar o'rtasida keng qamrovli targ'ibot ishlarini amalga oshiramiz. Sanoat korxonalarida ishni xalqaro standartlarga mos ravishda tashkil etish eksport salohiyatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Chunki ko'plab xorijiy hamkorlar ishlab chiqarishda xavfsizlik va mehnat muhofazasi talablariga qay darajada amal qilinishini ham inobatga olishadi. Har bir ish beruvchi xodimlar uchun xavfsiz va qulay mehnat sharoitlarini ta'minlashi zarur. Shuningdek, muntazam o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish, xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnomalarni yangilab borish, zamonaviy himoya vositalari bilan ta'minlash ham muhim hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 24-dekabrdagi qabul qilingan qarori bilan tasdiqlab berilgan nizomda korxona tashkilotlarining, u davlat tashkiloti yoki tadbirkorlik subyekti bo'ladi, tashkiliy huquqiy shakldan qat'iy nazar barcha korxona tashkilotlarida mehnat muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish majburiy etib belgilandi. Majburiy etib belgilanganligiga asosan bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarida ham mehnat muhofaza qilish xizmatini tashkil qilish, yo bo'lmasam tadbirkorlik subyektlarida mehnat muhofaza qilish muhandisi lavozimlarini joriy etish ham targ'iboti amalga oshirilmoqda. Ham targ'ibot, ham tushuntirish ishlari amalga oshirilayotganligini inobatga olib, bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarida mehnat muhofaza qilish xizmati faoliyati keng joriy etilayotganligini inobatga olsa bo'ladi. Mehnat muhofaza qilish sohasidagi xodimlarning bilimini, malakasini oshirish, ularni o'qitish, bundan tashqari korxona tashkilotlarida ish o'rinlari mehnat sharoitlari bo'yicha attestatsiyadan o'tkazilishi qay darajada amalga oshirilishi lozimligi to'g'risida tushuntirish, targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Bugungi seminarimiz mehnat muhofaza qilish sohasidagi amalga oshirilayotgan imkoniyatlarni korxona tashkilotlarida, ishlab chiqarish sanoati hududlarida kengroq yanada tushunarli targ'ib qilish, xodimlar salomatligini yanada mustahkamlash, ularni xavfsiz va sog'lom ishlashlari uchun sharoit yaratib berishini ta'minlaydi deb o'ylayman. Zamonaviy sanoat korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash faqatgina qoidalar bilan cheklanib qolmaydi, balki innovatsion yechimlar orqali ham rivojlanib bormoqda. Masalan, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari, sensorlar va raqamli monitoring uskunalari orqali ehtimoliy xavflar oldindan aniqlanib, ularning oldi olinadi. Bu esa inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirishga yordam beradi. Mazkur yo'nalishda ishlab chiqarish majmualarida amalga oshirilayotgan modernizatsiya ishlari e'tiborga molik. Qolaversa, ekologik xavfsizlik masalasi har doimgidan dolzarb. Seminar очень важный, и надо вот такие семинары. Korxonamizda mehnat muhofazasini ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. Xodimlarning shaxsiy himoya vositalarida bo'lishi doim nazoratda. Boshqarmamiz mutaxassislari tomonidan muntazam ravishda ishlab chiqarish majmualari va sexlarida targ'ibot tadbirlari, tushuntirish ishlari olib boriladi. Maqsadimiz jamiyat hududida texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilinishiga erishish. Bu yo'nalishda kuch, mehnatimizni ayamaymiz. Chunki xavfsiz mehnat sharoiti doimo birinchi o'rinda. Bugungi tadbirda hamkasblarimiz bilan mavzu yuzasidan fikr almashdik. Barcha ishtirokchilar uchun manfaatli tadbir bo'ldi deb ishonch bilan ayta olaman. Ish samaradorligi, raqobatbardoshlikni oshirish, yangi texnologiyalarga moslashish, kadrlar zaxirasini yaratishda xodimlar malakasi zaruriy talab. Bu yo'nalishda Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatida aniq tizimli chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, jamiyatga qarashli o'quv markazida soha mutaxassislarining nazariy va amaliy ko'nikmalarini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan tashkil etilgan tadbir doirasida mehmonlar markaz faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Mutaxassislar bilimi, mas'uliyatini oshirishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan qay darajada samarali foydalanilayotgani
qilayotgani, oliy ta'lim muassasalari va respublikadagi o'quv markazlari bilan hamkorlik istiqbollari xususida ma'lumot berildi. Mutaxassislarimiz ishlab chiqarish sexiga borgandan keyin u yerdagi mehnat muhofazasi bo'yicha holatni o'rganishadi. Kasb uyushma qo'mitasi faoliyatini ham ishlab chiqarish sexida qanday olib borilayotganligini guvohi bo'lishadi. Amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qanday kamchiliklar bo'lsa yoki qandaydir takliflar bo'lsa, ular o'z takliflarini tadbir yakunida ma'lumot sifatida bildirib ketishadi. Tadbirni o'tkazishimizdan maqsad kasb uyushmalarining mehnat muhofazasi sohasida jamoatchilik nazoratini olib borishda eng yirik tashkilot ekanligini ko'rsatib o'tib ketish, mehnat muhofazasi bo'yicha mutaxassislarning malakasini yuksaltirish, eng asosiysi bu o'sha xodimlarning hayotini, xavfsizligini va kasb kasalliklariga chalinishni oldini olish maqsadida o'tkazilmoqda. Tadbir munosabati bilan korxonada amaliy o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Dastlab mehmonlar jamiyatda mavjud maxsus transport vositalari, xizmat xodimlari uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Shuningdek, shartli yong'inni bartaraf etish bo'yicha korxona kuch va tuzilmalarining tayyorgarligi, jabrlanganlarni xavfsiz hududga olib chiqish va birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish jarayoni namoyish etildi. Ish joyida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfli holatlar ko'rgazmali tarzda ko'rsatilib, ularni bartaraf etish va oldini olish bo'yicha aniq harakatlar ketma-ketligi tushuntirildi. Bunday amaliy o'quv mashg'ulotlari ish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va bartaraf etishni o'rgatish bo'yicha amaliy bilimlarni oshirish, hamjihatlik va samarali muloqot madaniyatini rivojlantirish har bir xodimda shaxsiy mas'uliyat hamda xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda muhim o'ringa ega. Bugun ko'rgazmali o'quv mashg'ulotida xavfli ishlab chiqarish obyektlarida qanday holatlar yuz berishi mumkin ekanligi, avariya holatida agar sodir bo'ladigan bo'lsa, qanday uni lokalizatsiya qilib va likvidatsiya qilish chora-tadbirlari ko'rib o'tildi. O'quv jarayonida har bir qutqaruv qismlari, ya'ni yong'indan qutqarish, xavfli gazlardan qutqarish va birinchi tibbiy yordamlar ko'rsatish va bu bo'yicha texnik asbob, anjomlar, uskunalar barchasi tanishtirib o'tildi va bevosita jarayon ham kuzatildi. Trevoga berilgandan keyin ketma-ketlikda qaysi mashqlar bajarilishi kerak ekanligi, maxsus kiyimlarni kiygan holatda avvalambor shu territoriyani qanday qilib lokalizatsiya qilindi, kim birinchi bo'lib yetib keldi, necha daqiqada kelish kerak edi, masalan 3 minut, 5 minut, 7 minut, har birining o'zini vaqti bor, vaqtga ham e'tibor qaratildi va ularning harakatlanish sxemalariga ham biz e'tibor berdik. Qanday qilib yong'inni bartaraf etildi va birinchi yordam ko'rsatildi va bunda zavodning territoriyasidan avvalambor nafaqat u yerdagi odamlar, hattoki atrof muhitga zarar keltirishini oldini olish bo'yicha qilingan harakatlar barchasi kuzatildi. Albatta, ko'plab savollar bo'ldi. Ushbu savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javob berildi. Men o'ylayman, albatta avariya holatlarini oldini olish bo'yicha zavodda amalga oshirilayotgan ishlar juda ham ijobiy. Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilish korxonaning barqaror rivojlanishi, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishi va xalqaro bozorda munosib o'rin egallashi uchun muhim omillardan. Ezgu maqsad yo'lida kuchlarni birlashtirish esa kimyo sanoati rivojiga xizmat qiladi.